$1,600,000 ga qanaqa uy olishingiz mumkinligini ko'rsatib beraman. Amir Temur mahallasida joylashgan klassik uslubida qurilgan oppoqqina uyimizni ko'rishingiz mumkin. Fasadimizga yuqori sifatli travertin mahsulotlari ishlatilgan. Ko'chamizning boshiga xavfsizlik uchun shlagbaumlar o'rnatilgan. Qo'shnilarimiz zo'r, mahalla tinch. Bu yerda avtomobillar uchun darvozaxona. Bu yoqda paradniy vxodimiz. Kelinglar ichkarini ko'ramiz. Uyga kirishimiz bilan o'ng qo'lda bizani mehmonxona kutib oladi. Poliga laminat yo'lka qilib terilgan. Ikkita katta 1,5 metrli lustra o'rnatilgan. Oynalarimiz ko'chaga qaragan. Chap qo'limizda mehmonjonlar uchun yotoqxona. Buni ham oynalari ko'chaga qaragan va o'zini sanuzel bilan. Koridorimizda yana bitta gostivoy sanuzel bor. Bu yoqda bizani ajoyib vibe'li hol kutib oladi. Poliga yuqori sifatli kafel terilgan. Qo'limizdan o'ng qo'lda kuxnya joylashgan. Kuxonniy texnika Bosch brendidan qo'yganmiz. Kuxonniy mebel esa klassik uslubida individualni yasalgan. Bu yoqda esa oynalari hovliga qaragan oilaviy ovqatlanish uchun stoloviy joylashgan. Bu yoqdan yozgi oshxonaga chiqsa bo'ladi. Qaytgancha hamma romlarimiz energosberigaющий termo romlar o'rnatilgan. Yana shu hovlimiz orqali ikkinchi etajga yo'l olamiz. Zinalarimiz yuqori sifatli yog'ochdan foydalangan. Lustraga alohida ahamiyat berasiz. Narxini taxmin qilib turinglar. Ikkinchi etajimizda yana bitta ajoyib hovlimiz bor. Bu yerda faqat 5 ta spalni joylashgan. Bu esa ajoyib manzara beruvchi terrasa. Ertalab takoy xalatda chiqib olib, bir finjon kofe ichishga nima yetsin? To'rtinchi etajimizda 250 kvadratli mansarda. Poliga yumshoq, yuqori sifatli tayyor gilam solingan. E'tibor berasizlar, potolok kanadskiy pena bilan utepleniya qilingan. Bu esa qishda sovuqni, yozda issiqni qaytaruvchi effektni beradi. Lustraga qaytadigan bo'lsak, bu lustra aynan bizga individualni yasalgan. Lustrada 400 ta tros ishlatilgan va 4000 taga yaqin xrustal tosh. Narxini topolmagan bo'lsanglar, shu lustramizning o'zi $3,000 turadi. Bu podvalimiz 200 kvadratdan ziyod. Sport zal va kinoteatrga juda ham mos. Nasib qilgan egalari o'zi bilishadi nima qilishni. Bu yoqda esa kabinet uchun mo'ljallangan xonamiz. Bu esa shu uyni yuragi desak bo'ladi. Chunki bu yerda suv, elektrika, отопление tizimi joylashgan. Isitish tizimiga yuqori sifatli italyanskiy kotellar o'rnatilgan. Shu podvalning o'zidan ko'rib turganingizdek hovliga chiqish bor. Shu landshaftni o'ziga $10,000 byudjet ketgan.
esa darvozaxonamiz. Darvozaxonamizga 3 ta mashina bemalol sig'adi. Avtomatik darvoza o'rnatilgan. Bu meni avtorskiy proyektim. To'g'ridan to'g'ri bu uyni o'zimdan sotib olish imkoniyatini qo'ldan boy bermang. Ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar.